Ijtimoiy tarmoqlar va doimiy yangilanishlarga to'la zamonaviy dunyoda o'zimizni boshqalar bilan taqqoslash kundalik hayotga aylandi. Biz o'zimizni boshqalarning yutug'i bilan baholaymiz. Detektivlar kabi ularning har bir qadamini kuzatib boramiz. Ammo bu bizni taqqoslashga olib keladi. Bu foydali tahlil vositasi bo'lishi mumkin. Ammo ko'pincha bu bizning eng yomon dushmanimizga aylanadi. Biz boshqalarning yutuqlarini ko'ramiz va nima uchun o'zimizga shubha qila boshlaymiz. Biz nimaga e'tibor qaratamiz? Bizda nima yo'q qadrlash o'rniga bor narsani ham yo'qotamiz. Xo'sh, qanday qilib o'zingizni boshqalar bilan taqqoslashni to'xtatish kerak? Birinchidan, har bir inson o'ziga xosligini tushuning. O'zingizni boshqalar bilan solishtirish, olma va apelsinni solishtirishga o'xshaydi. Har birimiz o'z sinov maqsadimizning o'ziga xos yo'liga egamiz. Ikkinchidan, biz faqat aysbergning uchini, ya'ni boshqalar nima namoyish etadi, bu ularning eng yaxshi daqiqalari, ularning g'alaba qozongan kadrlarini ko'ramiz. Ammo har bir muvaffaqiyat ortida mashaqqatli mehnat, xatolar va muvaffaqiyatsizliklar bor. Bu doim ekrandan tashqarida qoladi. Yagona solishtirishingiz kerak bo'lgan odam bu o'zingiz. Maqsad kechadan bugun yaxshiroq bo'lish. O'zingizning noyobligingizni toping, diqqatni jamlang, kuchli tomonlaringizni rivojlantiring. Oxir-oqibat sizning mehnatingiz sizni qadrli insonga aylantiradi.